Assalomu alaykum, hurmatli. Yaxshi keldinglar. Bugun leksiyamiz ya'ni vыздоровленияda eng важный bo'lgan bitta tema, ya'ni xumor haqida gaplashamiz. Ya'ni tagi nima o'zi? Qaramlikda qanaqa alomatlari bor va o'zi xumor o'zi nimaligi haqida gaplashamiz. Juda ham ko'p vaziyatlarda, yaqinlarda shunaqa bir savol tug'iladi ota-onalarda, yaqinlarda, ya'ni agar o'g'lim shuncha, masalan, bola yaqinlarimiz iste'mol qilgan bo'lsa, shuncha qanaqadir последствия, qanaqadir materiyalar, ya'ni iste'mol orqasidan kelgan qanaqadir muammolarni tushunib yetgan bo'lsa, yana nimaga iste'mol qiladi degan qanaqadir savol tug'iladi. Ko'pchilik oilasini yo'qotadi, qanaqadir nimadir buzilib ketadi oilaning ichida, ko'chada va balobatlar. Ko'pchilikda shunaqa savol tug'iladi, nimaga yana iste'mol qiladi degan. Bu normalniy savol, chunki u естественный, chunki lekin bu yoqda bitta katta muammo bor, ya'ni kasallikni, ya'ni болезнь зависимости eng katta bir alomati bor kasallikni, ya'ni bu chaga, xumor. Ko'pchilik xumor deganda qanaqadir iste'molga bo'lgan qanaqadir xohishchi deb tushunadi. Masalan, xumor nima deganda, masalan, iste'mol qilgisi kelyapti degan qanaqadir tushuncha bor, lekin aslida bunaqa emas. Ko'pincha зависимый odamlarda, masalan, xumor kelganda qanaqadir chiqib iste'mol qilaman degan qanaqadir fikr kelmaydi. U narsa juda ham kamdan kam bo'ladi. Aslida esingizda bo'lsa, kimdirlar bor edi, o'tgan mavzuyimizda chувстволар haqida gaplashgan edik. Ko'pincha holatlarda qaram insonlar ichida bo'layotgan og'riq, ya'ni qanaqadir qo'rquv, yaqinlariga bo'lgan abidalar, ichida yoshlikda o'tgan qanaqadir stressli momentlarni prоживать qilmaslik, og'irlik, o'sha narsani sezmaslik uchun iste'mol qiladi. Ya'ni chaga shunaqa kiradi. Chaga o'zi juda ham bir qanaqasi bo'ladi, опасный va xitriy narsa. Ya'ni chagani ham har xil turi bor. Ya'ni явный chaga, ya'ni oshkora chaga, haqiqiy chaga. U kamdan kam bo'ladi. Ya'ni qanaqadir fikr keladi, iste'mol qilgim kelyapti, iste'mol qilaman degan. Lekin aslida chaga shunchalik xitriy narsaki, skrytiy bo'lib keladi. Ya'ni qanaqadir yashirin bo'lib kirib keladi. Chunki o'sha o'tgan safar aytganimdek, miyada shunaqangi bir xususiyati bor, xotirasi juda ham kuchli miyani, chunki eslab qoladi u narsa, hamma narsani. Chunki oldinlari nima bo'lgan? Chaga holatida nima bo'lgan? Ota-onani qanaqadir bitta gapi, ya'ni trigger. Qanaqadir uyda qanaqadir muammo, ishda muammo, ko'chada muammo, u trigger hamma narsa bo'lishi mumkin. Masalan, kimdirlarda holati, ertalab turdi, charchagan, shu narsani o'zi trigger berishi mumkin. Miya bu narsani уже pamyat yozib bo'lgan. O'tgan safar aytganimdek, qanaqadir yengil joyini qidiradi har doim. Yengil joy har doim iste'mol. Oxiri borib iste'molga taqaladi har doim. Xo'p. O'zi chaga haqida ozgina men ma'lumot berib ketaman. O'zi qanaqa ishlaydi bu proses зависимый odamda. Ya'ni har doim chaga o'zidan o'zi havodan kelib qoladigan narsa emas. Ras o'tirib miyaga urib qoladigan narsa emas. Iste'molli narkotik o'ylab yoki shunga o'xshagan narsani o'ylaydigan narsa emas bu. Bu ham определенный bitta katta proses chaga. Ya'ni birinchi o'rinda, masalan, qaram insonda любой narsa, masalan, u ko'chada bo'lsin, reabilitatsiyada bo'lsin, uyda bo'lsin. Birinchi o'rinda istochnik degan narsa bor, ya'ni manba. Ya'ni istochnik trigger. Nimaga o'zidan o'zi qanaqadir chaga kelib qoldi insonda. Bu narsa hammada любой narsa bo'lishi mumkin. Istochnik, ya'ni masalan, kimdirda tashqi omillar, pul, qanaqadir muammo, o'rtoqlar, balobatlar, masalan, любой muzika ham bo'lishi mumkin, kino ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha odamlarda даже emotsiyalari va chувстволari bo'lishi mumkin. Boya aytganimdek, qanaqadir qo'rquv, qanaqadir uyalish, oilaning ichida, ko'chaning ichida, qanaqadir abidalar, shunga o'xshagan narsalarni o'ylab odam prоживать qilmaslik uchun istochnik mana shu narsa bo'ladi. Bu narsa yo tashqi omil yoki ichki omil bo'ladi. Ya'ni внутренний va внешний narsalar. Ya'ni shu внешнийga любой narsa bo'lishi mumkin. Hammada bu narsa har xil. Kimdirlarga havo ham ta'sir qiladi. Istochnik shu bo'ladi. Chunki o'zimda ham ko'p kuzataman, masalan, yomg'irli, bulutli, og'ir havo bo'lsa, o'sha menga istochnik bo'ladi. Qanaqadir og'ir bo'lib qolaman-da, qanaqadir yengillanish qidiradi odam miyani. U yoqda lekin men qanaqadir narkotik o'ylamayman, chiqib iste'mol qilaydi. U yerda ko'pincha odam
chagani o'sha bitta simptomidan bittasi, o'zinglar ham kuzatgan bo'lishinglar mumkin, oldin farzandinglarni o'sha yaqininglarda qanaqadir izolyatsiyani xohlaydi. Xonasiga kirib ketadi, gaplashgisi kelmaydi, qanaqadir раздражительный bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalar. Istochnik shunaqa. Va istochnik orqasidan keyin обязательно masalan bitta nimadir istochnik berdi, menga deylik, masalan havo deylik yoki qanaqadir yaxshi narsa, pul deylik, masalan qo'limga katta pul tushib qoldi. Chunki o'zimda ham bo'lganda shunaqa narsa, reabilitatsiyadan endi chiqqanimda granitsa degan narsa bor, ham eshitgansizlar-ku, to'g'rimi ko'pchiliklar. Pul tushib qolgan qo'limga. O'sha yerda ishonasizlarmi yo'qmi? Mana o'sha istochnik menga pul bo'lgan. O'sha yerda birinchi kelgan fikrim mana masalan o'sha pulni uyga olib kirib, bolalarimga olib kirib, nimadir qilib berib yuboring, mumkin emas degan xayol kelmagan o'shanda. Menga birinchi kelgan xayol necha gram o'sha narsadan sotib olayman deb kalkulyatorga urib ko'rganman. Tushunasizlarmi? Shunchalik qanaqadir mana shu narsa menga istochnik trigger bo'lgan. Shu trigger juda ham opasniy narsa. Triggerdan keyin обязательно misl, ya'ni xayol keladi. Qanaqadir mana boya aytganimdek bitta qanaqadir istochnik bo'ldi. Masalan, keling reabilitatsiyadan olaylik. Reabilitatsiyada hammani farzand danaq qilyapti. Masalan, bilsanglar, boshida kelganda rezidentlar harakat qilamiz, kontakt kamroq bo'lsin deb. Uydagilar bilan telefonda ham bilsanglar, birinchi kun 15 kun qilmaydi hech kim telefon. Nimaga? Chunki boshida qanaqadir mana shu chagoviy holat bilan ishlash juda ham og'ir bo'ladi. Juda ham og'ir bo'ladi. O'shanga kamroq kontakt qilsin uydagilari bilan deb, qanaqadir uydagilaridan uzoqlashtirish emas bu yerda. Sekin-sekinlik bilan o'rgansin shu narsani deb, o'shanga qanaqadir kamroq kontaktga aniq qilamiz. Telefonda yoki rasm, balobatlar, gaplashish, shunga o'xshagan narsalarni kamroq o'ylasin va mana shu narsa kamroq bo'lsin deb masalan. Mana shu misl keladi va buning orqasida emotsiya. Emotsiya. Ya'ni istochnik keldi, ya'ni pul deylik mana, yoki reabilitatsiyada istochnik keldi, srazu xayol keladi. Qanaqadir birinchi xayol keladi. Eslaydi yoki nimadir, yoki hammada har xil proses. Uni orqasidan emotsiya keladi. Emotsiya degani o'zi odamning sostoyaniyasi o'zgaradi. Chaga degani o'zi odamning holati. Bu qanaqadir bir miyadagi narsa emas, bu prosta polniy odamning holati. O'zini qanaqa his qilishi. Bu narsada pamyat ishlaydi, tana ishlaydi, ichida bo'layotgan hissiyotlar ishlaydi. Chagoviy sostoyaniya shu, hammada har xil kechadi bu narsa. Emotsiyani orqasidan обязательно masalan eforический pamyat degan narsa bor. Ya'ni eforический xotira. Bu nima degani? Masalan, istochnik keldi, nimadir shu istochnik bo'ldi, misl keldi, orqasidan обязательно chaga shunchalik xitri narsaki, iste'mollar orqasidan qilingan qanaqadir poteriyalar, xatti-harakatlar, oilaning, uydagilarni yig'laganlari, muammolari esiga kelmaydi chaga paytda. Chaga paytda faqat yaxshi paytlar esiga keladi. Faqat shu narsa keladi. Bo'lmasam hamma yo'qni buzib o'rganman-da, masalan, iste'mol paytda. Qanaqadir chaga holatida u narsa esimga kelmaydi. Miya psixika shunchalik zashita qiladiki, shu narsani yo'l ochib beradi. Faqat eforический narsalarni eslaydi odam. Takje istochnik holat bo'lsa, o'zini yomon his qilyapti. O'sha yerda ham xuddi shu sxema ketadi, lekin emotsiyalar, yomon emotsiya bo'lyapti. Eforический pamyat nima bo'ladi? Eforический pamyat u yoqda yengillanish keladi. Boya aytganimdek, masalan, o'zini yomon his qilyapti. Qanaqadir mazasi yo'q, hech narsa yoqmayapti, og'ir, ishida muammo, ko'chasida muammo, uyda muammo. Yechim nima? Agar bunday logik o'ylab qarasa, любой здравый odam masalan, hammada masalan зависимый odamda ham больной части bor, здравый части bor. At здравый частidan o'ylasa, iste'mol hech narsani hal qilmaydi. Nabarot battarlashadi. Bu narsani odam biladi, lekin mana bu narsa yo'l qo'ymaydi. Ya'ni chaga yo'l qo'ymaydi, chunki aytganimdek, mana eforический pamyat degan narsa bor. Bo'ldi, mana muammolarni prosta miya mana shunday blok qilib qo'yadi, bo'ldi, muammolarni ko'rsatmaydi. Faqat eforический narsalarni eslatadi. Masalan, haqiqatda og'ir bo'lgan, qiyin bo'lgan, masalan, qiyin bo'lgan, o'sha qiyinchilikni qanaqa prejovat qilgan? Prosta iste'mol bilan yengillanish qidiradi. O'sha iste'mol qilgandan keyin nima bo'ladi? Muammolar esdan chiqaradi, xuddi hal bo'lgandek bo'ladi. Qanaqadir negativniy chuvstvalarni odam prejovat qilmaydi, bo'ldi, bosib tashladi u narsa iste'mol orqasida. U eng zo'r yo'li shu. Eng oson yo'li, 5 minutda hal bo'ladigan narsani, bu ham unda narsa bo'lsa ham hayotida.
Va bundan keyin эйфорический pamitdan keyin уже bu yog'iga желание употребить, ya'ni iste'molga bo'lgan xohish keladi. Shu boya aytganimdek, эйфорический pamit miya hamma anaqani informatsiyani berdi, qanaqa zo'r bo'lgan, qanaqa mazza bo'lgan, zo'r momentlar ish qilib. Ya'ni розовый употребление deyiladi bu narsa, iste'mol paytida eng zo'r momentlar, короче. Odam qanaqa mazza qilgan, rohatlangan paytlarini informatsiya bergandan keyin odamda o'sha avtomatik желание употребить, ya'ni o'sha xohish paydo bo'ladi. Tushundinglarmi? Xohish o'zidan o'zi kelib qolmaydi. O'zidan o'zi kelib qolmaydi. Bu ham sekin keladi. Mana istochnik bo'ldi, misl bo'ldi. Bu ham misl ham deganda bitta dona xayol bilan bo'lib ketmaydi bu proses. Odam o'ylab yuradi shu narsani, o'ziga o'zi skrichut qilib. O'shanga reabilitatsioniy sentrda nima o'rgatiladi? O'zi основной eng важный narsa vыздоровленияda chiqqandan keyin ham mana shunaqa holat bilan ishlashni o'rganish. Chunki eng xavfli narsa shu. Chunki hamma narsa mana shundan boshlanadi. Birinchi o'rinda ko'proq narsa shu narsaga beriladi. Mana shu narsa bilan o'rganganda. Ko'pchilik masalan mana bu yerda o'zida shu narsani to'xtata oladi. Bo'l bu yog'iga o'tmaydi. Bu yog'iga o'tmaydi. Chunki har o'tgan sari уже holati bilan ishlash og'irlashib ketaveradi. U reabilitatsiyada bo'lsin, ko'chada bo'lsin. Reabilitatsiyada ham xuddi shunaqa ishlaydi bu narsa. Istochnik bo'ldi, telefon bo'ldi. Uydagilar bilan gaplashdi, kimdir farzandi bor, ovozini eshitdi bolasini yo xotinini, kimdir uning tagi bo'ldi. Misl keldi, emotsiyalar o'zgardi, skriti bo'lib kirdi. U yerda narkotik yo'q-ku, ola olmaydi baribir. Yopiq joy, hal qila olmaydi hech qanaqasiga. Lekin psixika biladi, u yerda qiynalyapti. Ichida bosim bor chunki reabilitatsiyada. Iste'mol qilgisi kelyapti. Chunki mana bu желание употреблениyadan keyin обязательно напряжение keladi. Напряжение keladi, ya'ni bosim, ichki bosim. Odam ichida напряжение hosil bo'ladi. Reabilitatsiyada ham xuddi shunaqa ishlaydi bu sxema. Ras bo'ldi, эйфорический pamit keldi. U skriti tagi bo'lib kelganda эйфорический emas, boshqacha bo'lib kelishi mumkin. Ya'ni o'sha bahonalar chiqadi har xil. Men uyga borishim kerak. Uyga bormasam xotinim bilan ajrashib ketadi, bolalarim meni tanimaydi, uni qilishim kerak, ishlab pul olib kirishim kerak, ota-onam qiynalib pul to'layapti, shunga o'xshagan ketdi, o'ziga o'zi gapirib juda ham katta bosim paydo bo'ladi. Tushundinglarmi? Aksiyada olib qarasangiz, bo'lmasam vроде yolg'on gapirmayapti, to'g'ri gapiryapti haqiqatan. Ana hayotiy narsani gapiryapti. No, iste'mol paytida o'ylamagani bu narsani hech qachon. Hech qachon o'ylamagan haqiqatan. Takji biz ham o'ylamaganmiz. Lekin reabilitatsiyaga kelib qolgandan keyin o'sha boshlanadi muammolar. Tirikchilik qilishim kerak, oilani boqishim kerak, nimadir bitta o'g'lim emas, farzandlarim bor, shunga o'xshagan har xil bahonalar chiqib kelaveradi. Shuni orqasidan keyin напряжение. Напряжениyadan keyin odam o'sha bu напряженияni yechkisi keladi. Reabilitatsiyada qanaqa yechadi? O'sha qanaqadir puti выход, ya'ni chiqib ketish yo'llarini qidirishni boshlaydi. O'sha aytganimda uyga ketishim kerak, menga kerak emas, bu menga kerak. Shunaqa har xil manipulyatsiyalar boshlanadi. Ko'p kuzatiladi bu narsa, manipulyatsiyalar boshlanadi. Telefonda, qanaqadir xatti-harakatlarda, kimdir nimadir qiladi o'zi bilan, nimadirga erishmoqchi bo'ladi, tegida nima tezroq chiqib ketish, mana shu напряженияni, mana bu ichidagi narsani проживать qilmaslik uchun. Reabilitatsiya qanaqa joy? Shu narsani трезвостьda, безопасный muhitning ichida проживать qilishni o'rganish по-новому. Po-новому, chunki tasavvur qilinglar, yoshlikdan shuncha o'tgan qanaqadir болезненный narsalarni ko'chada проживать qilishni bilmaydi u. Qilishni bilmaydi, qochib ketaveradi yana. Qayerga qochadi? Iste'molga qochadi. Reabilitatsioniy sentrda nima o'rgatiladi? Imенно mana shu chuvstvalari bilan mana shu ichidan bo'layotgan qanaqadir напряжениyalarni по-новому yangi muhitda, безопасный joyda проживать qilish. O'shanga avtomatik o'sha напряжение kelgandan keyin inson puti выход ishlab qidiradi, ya'ni manipulyatsiyalar boshlanadi. Men tushundim, men o'zgardim, bo'ldi, men unaqa qilishim kerak. Telefonlarda qanaqadir manipulyatsiyalar, o'sha reabilitatsiyani ichida qanaqadir manipulyatsiyalar va shu hokazo shunga o'xshagan har xil bahonalar o'ylab chiqariladi. Shu boya aytganimdek, bu shunaqa uzun proses. Уже men bu напряжение kelgandan keyin bu yoqda ikkita yo'l qoladi. Ikkita yo'l qoladi. Yetish kerak-ku mana bu напряжение. Tasavvur qilinglar, odam ichida shunaqa darajada напряжение bo'ladi, ani ko'tara olmaydi bu narsani odam. Og'ir bu narsa juda ham haqiqatdan. Og'ir. Yengillanishni qidiradi. Bu yengillanish yoki iste'mol. Ikkita narsa. Ko'chada bo'lsa masalan. Chunki bu narsaga kelish ham bittada kelib qolmaydi.
uzun protsess bu. O'shanga juda ham vajli narsadan bittasi reabilitatsiya o'rgatadigan narsa mana bu narsani o'rganish kerak, tushunish kerak. Chunki ko'pchilik tushunmay qoladi. Tan olmaydi tagadaligini. Chunki aytayapman, u taga shunaqangi kirib keladiki, xitriy yo'llar bilan. Xayolda bo'lmaydi iste'mol. Xayolda bo'lmaydi iste'mol masalan. Rasman aytaylik, masalan, ko'rib qoldim u mani supatrebimni. Tanishimni ko'rib qoldim, menga u trigger berdi. Esladim, iste'mol qilganlarimni esladim, u qildim, bu qildim, lekin meni xayolimda yo'q. Borib-ke iste'mol qilay bildi degan qanaqadir xayol yo'q menda. Endi ketdi protsess uje. O'sha yerda men uje tushunyapman, men tagada meni tan olyapman tagani. Bo'ldi, mana shu o'zida to'xtaydi bu narsa. Tushundinglarmi? Mana shu o'zida to'xtaydi. Bu yog'ida определенный qanaqadir instrumentlar o'rgatiladi bu narsa reabilitatsiyada. Voy mamlaq instrument qilish kerak. Birinchi navbatda tagani tan olish kerak. Yo, men tagadaman, biling, kimlarga qilishim kerak, iltimos qilib yordam so'rashim kerak. Yordam so'rashim kerak. Bu yerda ham ota-onani ham juda ham katta qanaqadir nima desa bo'ladi. Vazifasi bor. Chiqqandan keyin. Masalan, yaqininglar chiqadi, u qiladi, bu narsa bo'ladi, по-любому. Chunki bu narsani men nima deb tushunaman? Men o'zimni tushuncham bu, programma tilida emas, o'zimni tushuncham, nafs deb bilaman bu narsani. Men shuna qabul qilganman tagani, nafs deb bilaman. Bu narsa bo'ldi, butun umrgacha o'zim bilaman. No, bu narsa ham butun umr bunaqa og'ir ana o'tmaydi insonda. Yillar davomida qanaqadir opit bilan toleransiz oshiradi bu narsaga. Toleransiz oshiradi. Masalan, granitsalar bor, u bor. Masalan, men ham uyda mehmonlar kelib qolsa olishadi-da, endi ichishadi. Men ham chunki alkogolik ham bo'lganman, ichganman, o'qiganman. Hozirgi kunda oldin qochib ketardim. Ko'tara olmas edim. Men bu narsani ko'tara olmas edim. Mazam qochib qolardi haqiqatan. Qochib ketardim, ko'chaga chiqib ketardim, kimdir. Hozirgi kunda yillar davomida уже toleransiyasim oshgan. Toleransiyasim oshgan qanaqadir. Уже unchalik emas. Yillar davomida bu narsa pasayib ketaveradi. Bo'ldi, butun umr oxirigacha bo'ldi. U taga degani srif degani emas. Yillar davomida sekin kamayib ketaveradi. Eng global narsasi shu narsa bilan ishlashni o'rganish kerak. Yo'q, bu narsa qarang, boya aytganimdek, bu taga o'zidan o'zi kelib qoladigan narsa emas. Masalan, bu yerda o'tiribman, men o'zimdan o'zim bong miyam kelib qolmaydi taga. Osmondan tushib kelmaydi hech qachon. Har doim o'sha aytganimdek taga orqasida trigger bo'ladi. Trigger. Ya'ni istochnik. Va любой narsa bo'lishi mumkin bu. Kulgili ham eshitilishi mumkin, mana bu devor ham trigger berishi mumkin menga. Tushundingizmi? Qanaqa miya eslab qolgan, masalan, qachondir qayerdadir men iste'mol qilganman-da, tushundingizmi? Qayerdadir iste'mol qilganman-da, bir tanishimmi deylik, supatrebim uyida devori shunaqa bo'lgan. Mana shu narsa menga istochnik bo'lib qolishi mumkin. Bang miyam kelib qolishi mumkin. Tushundinglarmi? O'zidan o'zi bo'lmaydi taga. Ko'pincha aytishadi-yu, oila muhitni ham o'zgartirish kerak deb chiqqandan keyin bekorga emas. Shu ham katta trigger beradi. Masalan, ras chiqdi, farzand deylik, men o'zimdan kelib chiqib aytay. Ras reabilitatsiyadan chiqdim, uyga keldim, uyda muhit xuddi shunaqa. Men bilan muomala ham shunaqa, qanaqadir, shunga o'xshagan narsa, shuni o'zi menga trigger. Chunki har doim bu narsadan qochganman men. Qanaqadir oddiy muomala, men menga bo'layotgan muomala. To'g'ri, o'zim aybdorman, как бы o'zgarmagan, shu menga trigger berardi katta. Ichimda qanaqadir narsani prajovat qila olmas edim. Endi men ham как бы iste'mol paytimda juda ham katta usherblar berganman oilamga, o'qiganman. Eng katta trigger menga чувство стыда, ya'ni uyalish. Uyalardim har doim. Ota-onamdan, uydagilardan uyalardim. Chunki trigger nima bo'lardi? Shu eski bo'lgan narsalar juda ham ko'p gapirilardi oilaning ichida. Tushundinglarmi? Men uyda o'tiribman, o'qilib, meni hazil tariqasidadir, qanaqadir orada sekin tashlab qo'yilardi shuga. Mana shu narsa menga trigger bo'lardi. Уже qanaqadir напряжение, уже qochkim kelardi uydan tezroq. Oldin nima bo'lgan? Mana shu qanaqadir yuzimga nimadir solinsa, qilgan xatoyim har doim qochib keturganman. Iste'molga qochib keturganman. O'ylamaslik uchun, prajovat qilmaslik uchun, gaplashishim ham kelmas edi. Chiqib iste'mol qilardim, bo'ldi, esimdan ham chiqib ketardi. Как бы taga ham xuddi shunaqa ishlaydi. Reabilitatsiyada ham hamma yo'l bir xil ishlaydi bu narsa.
Yana bitta yana vajniy narsalardan bittasi chiqqandan keyin farzandlar, yaqinlar bilsanglar shu boya aytganimdek granitsa degan narsalar bor. Granitsa degan narsalar bor. Bu narsa bekorga qo'yilmaydi. Qanaqadir pulga, telefonga, mashinaga, qatlagadir, kech yurishga, balobatlar ko'p granitsalar bor, o'zingizlar bilasizlar. Muzikaga ham bor, kinoga ham bor, qanaqadir ko'p narsaga granitsa qo'yiladi. Bu narsa nimaga qo'yiladi? Чтобы qanaqadir u yaqinlarga недоверие, qanaqadir ishonmaslik uchun emas. Чтобы aytganimdek tolerantность oshsin, ozgina o'rgansin deb. Chunki tasavvur qilinglar, reabilitatsiyada o'tdi, davolandi, u qildi, chiqarib bitta o'sha joyga qo'yib yuborilyapti. Hamma eski narsa, eski og'ayni, u ham o'sha narsa, hamma narsa. Nima qiladi u bola? Primoy srif qiladi, 100% bu narsa. O'shanga определённый qanaqadir granitsalar qo'yiladi. Что постепенно o'rgansin shu narsani. U chiqqandan keyin bu sama saboy hammada bo'ladi bu narsa. Chaga bo'ladi 100%. Chaga bo'ladi 100% bu narsadan qochish iloji yo'q aytganimdek, bu umr oxirigacha. No, granitsalar nimaga qo'yiladi? Mana bu narsa kamroq bo'lsin deb. Pul masalan. Pulga qo'yiladi granitsa. Tasavvur qilinglar, boya aytganimdek, birinchi chiqqan kunim reabilitatsiya, uyga yetib ham kelmadim-da halimi. Qo'limda 10 million pulim bor. Reabilitatsiyadan chiqdim, qo'limda 10 million pulim bor. Shu aytganimdek juda katta trigger bo'lgan menga. Uyga borishni ham eslamaganman. 7 oy yig'laganman. Bolamni sog'indim, voy dod uyga borishim kerak deb. Ras chiqqanman-da, hali bolamni ko'rganim yo'q. Hali bolamni ko'rmadim, uyga yetib bormadim. Qo'limga pul tushyapti. Shu masalan bu narsa yo'ldan olib kelib, bolamni xursand qiling deyish yo'q o'sha yerda. Tushunasizlar? Mana tagiga qanaqa ishlaydi. Sirazu men hisobladim kalkulyatorda. Tik necha gram olsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi deb tushunasizlar? Mana qanaqa ishlaydi. Bo'lmasam reabilitatsiyada voy dod deganman, uyga borishim kerak. Bolamni sog'indim, uni sog'indim. Bu ham tagiga bo'lgan. Ras chiqqanman, o'sha do'stlik bor menga, qo'limda pul bor. Mana trigger. O'shanga bekorga qanaqadir granitsalar qo'yilmaydi. Постепенно yechiladi. Raz bitta qanaqa granitsa nimadirga yechildimi, mashinaga deylik, telefonga deylik, telefonga yechildi. Telefonni qo'liga olgandan keyin avtomatim hozirgi kunda masalan Instagram, Telegram balobatlarida haligacha menda ham chiqaveradi reklamalar. Shishki bir bola kir knopkani bosdi. Magazinlar shunaqa bo'lib ketganda, menga bitta kirsa ichida hamma narkotik chiqib turibdi. Tushunasizlarmi? O'shanga постепенно biz ham masalan chiqqandan keyin PVPda nima qilinadi? Bu naблюдать qilinadi. O'zini qanaqa tutyapti, qanaqa ishlayapti, o'zi bu holat bilan nima qilyapti deb. O'shanga juda ham vajli masalan. Hozirgi kunda men haligacha telefon qilaman. Sal neto narsa bo'lyaptimi, sezonman, qilaveraman. Mana bunaqa bo'lyapti deb. Chunki buning menga kerak bu narsa, menga xavfli bilaman. Chunki men o'zi mana bu yerda o'zida tan olyapman. Men tagadaman. Uni hech qanaqa uyatli joyi yo'q. Yana bitta yozgi narsadan bittasi ko'pincha ota-ona tomonidan podдержка berilishi kerak farzandlarga. Masalan, bu holat o'zimda ham kuzatilgan, chiqqanman, endi programmani o'tganman, o'rgandim, men buni tushundim, nimaligini, holatimni tushundim, o'sha qanaqadir chustalarimni tushunyapman. Ras uyda o'tiribman-da kechki payt. Tagadaman haqiqatdan. O'sha mazam bo'lmayapti, sezyapman, g'alati bo'lyapman, o'sha напряжение u yoq bu yoq. O'shanda adamga aytdim, buning tagi bo'lyapti. Sen endi ular ham bormaganlar gruppalar, mana qanday joylarga kelmaganlar cho'millar. Erkak bolasigina qilib ketdilar-da o'sha yerda menga esimda bor. U battar bo'lib ketdi menda. Shundaylarmi? O'sha payt masalan elementarniy narsa hozirgi kunda masalan uydilar tomonidan menga podдержка bor bu tomonlar. Mana kecha oddiy holat bo'ldi, aytib beraman sizlarga. Uyda o'tiribman, uyda bola chaqa baqir, ana yoqmayapti hech narsa haqiqatdan. Boshlarim portillab ketdi, уже раздражение bo'lyapti. Xonadan xonaga qochib yuribman. Lijba oldimga hech kim kelmasin, meni tinch qo'ysin hamma. U xonaga chiqib ketaman, hovliga chiqib ketaman, o'tga kiraman, bu kiraman. O'sha yerda nimadir qilishim kerak, gapirishim kerak. O'sha xotinga aytdim, men tagadaman, cho'ta yomon bo'laman, mazam bo'lmayapti, u yoq bu yoqda. Bolalarni keling, kirib keting, boring, bu narsa qilib keling, o'rtalaringiz bilan ko'rishib keling. Kechasi chiqib ketdim, soat 9:10da chiqdim-da, unga qildim, anonimniga qildim. Ke ko'rishinglik u qilib, ozgina aylanib, konsultantlar bilan u yoq bu yoq qilib o'zimga kelib oldim, masalan. Oddiy holat. Shundaylarmi, ota-ona tomonidan ham qanaqadir podдержка bo'lishi kerak. Bu emas, sen so'z bergansan, reabilitatsiyani o'tding, sal o'zingni qo'liga ol, menga so'z berding, erkak bolasizgina, o'g'il bola bo'l. Unaqa narsa navarot buni holatni battarlashtirib yuboradi. Chunki stid, ya'ni чувство стыда. Masalan, otadan bu narsa eshitish, chunki farzand nimaga aytadi bu narsani? Podдержка xohlaydi.
kimga aytsin boshqa? Birinchi masalan uyda o'tiribdi, uydagilarga aytadi, "Ey, mana bunaqa holat bo'lyapti, cho'ti tagadaman, mazam bo'lmayapti" desa, o'sha yerda nima kutadi? U podдержка kutadi. U podдержка degani "Ey, bolam emas. Qanaqadir по-новому. Keyin nima bo'lyapti o'zi senga gapir. Keyin nima qilamiz? Keyin anavga telefon qil. Yur aylanib kelaylik ko'chada, salom alaykum. Yur aylanib kelaylik masalan. Oddiy shunga o'xshagan elementarniy narsa. Kelib bolam o'tir, gapir, nima bo'lyapti deb masalan. To'g'ri, sizlar tushunmasinglar mumkin nima haqida gapirayotganini. Chunki men masalan o'zimni holatimni sizlarga gapirib bersam, ichimdan nima o'tayotganini, nima u deyishinglar ham mumkin. Shunaqa deyishinglar mumkin haqiqatan. Chunki tushunmaysizlar. Qaram odam ichidan nimalar o'tayotganini, qanaqa emotsiyalarni projivovat qilayotganini tushunmaysizlar. Fakt eshitishni bilish kerak. Prosta o'tirib eshitish kerak bo'ldi. Shu gapirayotganning o'zida o'zi instrument qo'llayapti. Chunki reabilitatsiyada ham nima o'rgatiladi? Oy, kirgan, baraka topkur, gapir holatingni, nima bo'lyapti? Chunki eshik ichkaridan ochiladi, tashqaridan emas. Biz ham masalan konsultantlar kirib kela olmaymiz, ichiga nima bo'lyapti deb o'yib taqillatib. O'shanga nima o'rgatiladi? Reabilitatsiyada shu narsani gapirish o'rgatiladi. O'zini holatini. Bo'lmasa agar sizlarga ras gapirsa holatini, "Ey, mana bunaqa bo'lyapti" siz shu aytganimni sal o'zingni qo'lga ol, sal erkak bo'l, u yoq bu yoq desa yopilib oladi u bola, bo'ldi. Izolyatsiya qilib oladi, xonasiga kirib o'tiraveradi. Chagaga eng zo'r narsa bu izolyatsiya. Eng zo'r narsa izolyatsiya. Chunki iste'mol paytida ham shunaqa bo'lgan, и как бы трезис выздоровлениеda ham xuddi shunaqa bo'ladi, izolyatsiya. Ras kirib oladi, ketdi o'ziga o'zi gapirib o'tiraveradi. Mana bu narsani oshirib, shu narsa xavfli. Oxiri sirif salom alaykum. Yaxshimisiz keldingiz? Yo'q. Ketdi o'zi. Nima masala dedi? Kiravering, odam bor bu yerda. Baxtiyor bormi? Yo'q, Zumrat bor. Kiravering. Xo'p. O'shanga bu yerda ham masalan ota-onaning ham roli bor, juda ham katta. Shu narsani bilish kerak. Bitta savol tug'iladi, yana masalan sizlar qiz-uy sizlarga ham baribir qanaqa, men shu farzandimni shu tagi holatini qayerdan bilaman degan qanaqadir savol tug'iladi. U narsani juda ham oson bilish mumkin. Chunki odam tagi holatida emotsiyalardan oldin tanani o'zi aytib beradi. Shu u chagadaligini. Kimdir qanaqadir og'zi qurishi mumkin, tellashi mumkin, qanaqadir zvinchiniy holatiga kelib qoladi odam chaga holatida. Zvinchiniy degani joyida o'tira olmaydi. Nima qiladi? O'zini bu yoqqa tashiydi, u yoqqa tashiydi, shu aytganimdek yoki izolyatsiya qilib oladi. Boshqa xonaga ketib qolaveradi, qanaqadir общениyadan qochadi. Shundaylar qanaqadir раздражительный bo'lib qoladi, negativniy. Qanaqadir oddiy narsa, bolam yaxshimisan desa ham mana ashtaqa bo'lib qoladi. Shu narsani o'zida bilib oladi. Bilinadi, chunki поведение сразу o'zgaradi odamda. Aytganimdek, tagi bu qanaqadir bitta чувство emas, holat bu, состояние. Shundaylar odamning holati sразу o'zgarib oladi. Rangi o'zgarishi mumkin, qoraroq bo'lib qoladi qanaqadir. O'sha tana birinchi bo'lib o'sha signal beradi. Tagada bo'ldi. Даже men ham hozirgi kunda tagadaligimni qayerdan bilaman? Birinchi o'rinda meni tanam aytib beradi o'sha tagadaligimni. Lichni menda o'sha bu narsani o'zim o'rganib olganman, o'zim organizmimni qanaqa menda qo'lim tellab ketadi mana. Bunaqa darajada tellab ketadi, o'sha bo'y biling tagadaman deyman. Aytganimdek, chaga deganda qanaqadir iste'mol kelmaydi miyaga. Balezni shunaqangi xitri narsaki, eng nozik joydan kiradi. Juda ham nozik joydan kiradi. Shu aytganimdek, masalan, istochnik shu hammada juda ham nozik joydan kiradi. Reabilitatsiyada kimdirda через farzand kiradi, через muammolar kiradi, kimdirda kredit to'lagisi kelib qoladi. Kimdir qarindoshini o'ylab qoladi, kasallikni qarashim kerak, nimadir qilishim kerak, shunga o'xshagan bahonalar ketdi. Shundaylar hammani o'zini определенный psixikasi nozik joyi bormi? Kasallik shu nozik joydan kiradi. O'shanga bekorga aytilmaydi progressiruющий болезнь. Masalan, qancha progressirut qilib, mana bu yerdan zarar qilaversam, kasalligim ham xitrlashib ketaveradi. O'shanga umr oxirigacha ishlash kerak bu narsa bilan. Hop. Shu aytganimdek, bu chaga bu qanaqadir sirif degani emas, shuni bilib olinglar. Bu aytganimdek, bu просто simptom. Bu kasallik bo'ldi, tuzalmaydigan kasallik bu, umr oxirigacha qoldi bu kasallik.
и как shamollagan odam ham masalan sahrni diabet deydi-yu, insulin qilib yurish kerak, bu ham xuddi shunaqa болезнь зависимость qanaqadir определенный действиялар qilib instrumentlar qilib yurish kerak umrining oxirigacha. Bo'ldi, bu narsa qoldi. U chaga degani bo'ldi, srif degani emas. No. Srif ham bittada keladigan narsa emas. Srif haqida ham gapirib o'taman. Meni srifning opitim bor. Srif qilganman men. Bir marta emas, 2 marta qilganman srif. O'bshi 3 marta reabilitatsiya o'tganman o'zim. Srif shunaqangi narsaki, paytida mana shu chaga bilan ishlamaslik. Tushundinglar? Mana shu proses ketdi odamda. Напряжение kirib ketdim yana izolyatsiyaga, qanaqadir bitta sabit emas. Srif qilishdan oldin odamchi o'zidan o'zi chiqib borib turib, bitib srif bormaydi hech qachon. Unaqa bo'lmaydi. Hech qachon. Bu narsa oylar davomida, haftalar davomida sekin-sekin yig'ilib boraveradi mana bu narsalar. Odam ichida напряжение ishlamaydi bu narsa bilan. Уже qanaqadir kunlar davomida yig'ilib, уже shunaqa darajada bosim bo'ladiki odamda. Endi boradi. Hech narsa.